alaykum aziz obunachilar. Xudo xolasa mana Nexia 2 avtomobili g'olibiga bugun Nexia 2 avtomobilini topshiryapmiz. Bu aksiya bonusli ishtirok etgan obunachimiz. Xudo xolasa 12-iyunda yana 3 dona avtomobil, 1 dona Mo'za, 2 dona Cobalt avtomobil o'ynaladi va 100 kishiga pul so'riladi. Hammasi o'zimning brendim bo'lgan Estaro Nation department atrini xarid qilamiz. 100 ming so'mdan boshlab 300 ming so'mgacha. Agar siz 100 ming so'mga 10 grammlik atir xarid qiladigan bo'lsangiz 2 dona ajra ham qabul qilasiz. 20 ga 30 grammlik atir xarid qiladigan bo'lsangiz 200 ming so'mga 4 dona ajra raqam bilan 10-iyun kuni Xudo xolasa ishtirok etasiz. Hammalaringga faqat omad tilayman. Video oxirigacha kuzating, juda qiziqadi. Assalomu alaykum aziz obunachilar, Ulug'bek Qayumov kanali qadrli obunachilari. Demak do'stlar, Ulug'bek brendi Estaro atrini xarid qilib ishtirok etgan obunachilarimizga do'stlar, mana o'tgan safargi bitta final qildik, bonus final Nexia 2 avtomobilini o'ynab bergandim. Yana bu safar ham Qashqadaryo, Yakkabog'dan Javohir aka bugun yetib keldi. Bugun aka Xudo xolasa topshirishimiz. Javohir aka, endi obunachilarga o'zingiz aka tanishtirsangiz o'zingizga. Qadrli Yakkabog' tumanidan, Jida qishlog'idan Javohir ismi. Shu akani o'yinlarida, lotereyalarida Belitop, 30 ta Belitop qatnashdim. Shunda men omadim kelib bonus o'yinlarida Nexia 2 avtomashinasi yutib oldim. Haqiqat ekan, mana kelyapmiz, mana topshiryaptilar aka. Ha, do'stlar, shogirdlar ekan, ha? Akamizdan Istal Yakkabog'dan? Qoraqalpoqdan aka. Yakkabog'ga 3-mashina bo'ldi do'stlar. Akani taniydiganlar bo'lsa, bitta bor, kommentariyga yozib qoldiramiz. Xudo xolasa mana hozir keldi. Nexia avtomobilining mediklarida holati qanday ekan? Zo'r aka, zo'r holatlar. Holati zo'r. Hammaga nasib qilsin. 10-ga aka yana 3 ta mashina qo'yganmiz. Mo'za, bitta Cobalt ko'rgan bo'lsangiz. Ko'rdim, ko'rib turibman aka. Hammasi. Omad kelsa, sizlar kim bo'ladi? Xudo xolasa eng asosiy yaxshi ish kerak. Siz mashina berishni tartamaymiz. Davom etamiz. Endi hozir buni amalga oshiramiz. Matamiz ichida o'rish mumkin emas ekan, lekin harakat qilamiz. Aka, buni Apple Pay'ga pasportga ham Xudo xolasa ko'rsatib borasiz degan bir. Bo'ldi. Apple o'yindan keyin mashinani. Mana shu mashina. Xullas, yo'l kuzatamiz, bizning atrofga kiramiz. Ketib qo'yamiz. Notarius to'lovlari, xudo to'lovlarni amalga oshiramiz. Shu bilan akamizga afarlarni boshlaymiz. Aziz obunachilar, Nexia 2 avtomobilini g'olibga afarlardan notariusdan chiqdik, afarlardan qilib oldik. Xudo xolasa mana Qashqadaryolik Yakkabog'dan akamiz mana yutib oldi, qabul qildi mana Xudo xolasa. Nima deysiz aka? O'ynanglar, yaxshi niyatinglar. Belitop, atrof, uchta mashina qo'ygan ekan aka. Bitta Cobalt, bitta Mo'za. Yaxshi niyat qilsa beradi qilaman. Xudo beradi. Niyatga bog'liq. Niyatga bog'liq. Notariusdan chiqdik mana, afarlarni qildik. Xudo xolasa akamizning nomiga mashina mana o'tdi, hujjatlari hammasi bor. Javohir aka, xursandmisiz? Xursandmiz aka. Biz ham xursandmiz. Qolgan obunachilarimizning hissasi bor bu yoqda. Endi sizga nasib qildi, Xudo xolasa sizlarga ham nasib qiladi. Niyat yaxshining atirlarni xarid qiling, mana shu atirlar o'rtasidan avtomobil egasi bo'ling.